eri xotin keldida turmush o'rtog'i kirib, ayolidan nima xohlashini menga gapirdi. Ya'ni xayolimdagi ayolim va hayotimdagi ayolim. Keyin narigi xonaga men kirdimda, ayolidan so'radim. Ayoli ham xuddi shu hayotimdagi turmush o'rtog'im va xayolimdagi turmush o'rtog'im. Ya'ni nimalar xohishi. Va bir narsa chiqyaptiki, turmush o'rtog'i vizual, ya'ni ko'rishni xohlaydi erkak, ayol audio, u eshitishni xohlaydi. Ikkalasini bunday solishtiradigan bo'lsak, ikkalasi ham bir xil narsani xohlayapti. Lekin ayol agarda men shu narsani aytsam, turmush o'rtog'im men haqimda noto'g'ri fikrga borishi mumkin degan qo'rquv. Erkak kishi bo'lsa, men agar unga shuni aytsam, ayolim bu qayerdadir nimanidir ko'rib keldi, o'shaning uchun mendan buni talab qilyapti deb o'ylamasin deb men buni unga aytganim yo'q dedi. Va семейный psixoterapiyada, oilaviy psixoterapiyada ikkalasi bilan gaplashganimizdan keyin turmush o'rtog'i ham ayol